Farg'ona shahar Kaminskiy massiv. Shundoqqina bu Bayarin market yonida oshxona va bu ko'rib turgan tomonimiz pasportniy stoldan tekstil tomonga ketish asosiy yo'l. Shundoqqina yo'lni bo'yidagi 4 qavatli binoning birinchi qavatida 3 xonali juda ham ajoyib remontdagi kvartiramiz sotuvga qo'yilmoqda. Sizlar bilan kirib hozir obzori bilan tanishtirib chiqamiz kvartiramizni. Uyimizning narxini oxirida aytib o'tamiz. Kuzatinglar, bizni kuzatishda davom etinglar. Uyimizni mana ko'rganimizda ichkaridan ko'rinishi va uyimiz bu kirish eshigimiz, prixoshka. Aytib o'tganimizdek, uyimiz 3 xona, oldida kattagina agaroti bor va uyimiz neoklassik uslubida remont qilingan. Ya'ni ro'parada mana u yoqdan oshxona va zalga o'tib ketish va bu tomondan bolalar uchun yotoqxona va bu tomonda mana hovli uyimizni, kechirasizlar, uyimizni sanuzel joylashgan va bu tomonda mana kichkinagina o'tirib dam oladigan joyimiz. Va bu tomonda ko'rib turganimizdek bolalar uchun yotoqxona. Asosan neoklassikada zal qismi va prixoshka qismlari qilingan ekan. Uyimiz juda ham toza, pokiza. Bu yerda mana sanuzelimiz Aristonda o'rnatilgan, kir mashinalar bor. Uyimiz deyarli barcha jihozlari bilan sotilyapti. Yana bir ikkita olib chiqib ketadigan jihozlari bor ekan. Ularni yana kelishuv asosida yana qoldirib ketishlari mumkin ekan. Mana zal qismimiz ko'rib turganimizdek mana juda ham ajoyib dizaynda remont qilishgan va shunga mos mebellar o'rnatishgan. Va bu tomonda mana uyimiz tashqari tomonda agarot qismi va bu yoqda mana oshxona qismimiz. Ko'rib turgan barcha jihozlar shundayligicha qoladi oshxona qismimizda. Gaz plitalar, xolodilnik bu yoqda va bu tomonda mana hovliga chiqish. Ko'rib turganingizdek juda ham did bilan remont qilingan va mana bu manzaraga qaranglar. Uyimiz egalari kvartirani hovli qilib qo'yishgan ekan. Salkam hovli. Bu yoqda mana bemalol bolalarimiz o'ynasa ham bo'ladi. Bu tomonda mana mashina uchun parkovka va bu yoqda mana hatto uzumlarni ham chiroyli qilib yetishtirib qo'yishgan va bu tomonda mana yana alohida agaroti mavjud, mevali daraxtlar ham ekib qo'yishgan. Va bu tomonda mana alohida kotyolnik va mana turganingizda noklar turishini qaranglar. Bu kvartiramizni olgan odamimiz bemalol hovli oldim desa ham bo'laveradi. Hovli devoryapman adashib kechirasizlar. Xo'p, kvartiramiz narxi juda ham hamyonbop narxda, ya'ni egalari 45 ming so'rashyapti. Yana kelishtirib berishar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsalaringiz, kelib birgalikda uyni ko'rsatamiz.